Amerikada eng befarosat savol bu siz qancha pul ishlab topasiz? Ba'zi bir podkastlarda menga shu savol berishganda men quyidagicha javob berardim. Men qancha pul ishlab topishim bu davlat siri va mana shu pulga qay tarzda kun kechirishim bu korxona siri. Lekin Uyda yolg'iz kinosini bosh qahramoni Kevin McAllister, real ismi Macaulay Culkin, mana shu ikkita kinoni natijasida qancha pul ishlab topgani barcha ochiq manbalarda bu ma'lumot bor va rekord Guinness kitobida ham bor. Voqea esa shunday bo'lgandi. Uyda yolg'iz kinosini birinchi qismini syomkasi tugagandan keyin aktyorga $100,000 gonorar berishgan edi. Va keyinchalik ushbu kinoni davomi shu yerda New Yorkda olingandan keyin unga $4,5 million gonorar berishgan va mana shu chek rekord Guinness kitobiga kirgan. Chunki o'sha paytda butun dunyo tarixida yosh bola aktyor olgan eng katta gonorar deb hisoblangan edi. Men aktyor bilan ko'rishgan paytda unga barcha savollarni berganman, o'zim qiziqtirgan va albatta bu savolni bermaganman. Chunki bu nolayda deb o'tgandek, bu eng madaniyatsiz savollar toifasiga kiradi. Siz nima deb o'ylaysiz? Qanchalik to'g'ri mashhur insonlardan ular qancha pul ishlab topish haqida savol berish? Javoblarni ushbu videodagida izoh tarzida kutib qolaman.